Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi o'tadigan mavzumiz o'tgan mavzuning davomida Avesta va Zardushtiylik mavzusi bo'ladi. Rejaga ko'ra bu mavzu Zardushtiylik ta'limoti, diniy falsafa va dafn etish marosimlari, axloqiy va huquqiy qoidalar, jinoyat va jazo turlari kabi masalalar bo'yicha suhbat quriladi. Umuman Zardushtiylik asosiy tamoyillar haqida gap ketganda biz bir narsani tushunishimiz kerak. Zardushtiylik dini va otashparastlik haqida avvalambor tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Otashparastlik bu dastlabki e'tiqod turlaridan biri hisoblansa, Zardushtiylik shu otashparastlik dinining tartib qoidalariga solingan, ya'ni Zardush tomonidan tartib qoidalariga solingan shakli hisoblanadi. Endi aynan Zardush asosiy tamoyillari nimalardan iborat degan savollarga javob berishimiz kerak. Zardushtiylik monoteizm degan tushuncha bor. Monoteizmda yakka xudolik. Ya'ni islomda Alloh yakka xudo bo'lsa, Zardushtiylikda ham o'sha Ahuromazda yakka xudoligi monoteizm mavjud. Zardushtiylikda Ahuromazdan tashqari boshqa ilohlar ham mavjud bo'lib, bular Zardushtiylikning asosini tashkil qiladi. Xususan Mitra, bevosita quyosh va yorug'likdan bog'liq iloh, Anahita bu hosildorlik, ona, jamiyatning o'sha tartibga solinishi bilan bog'liq va Ahriman bu yovuzlik, kishilarni yomon yo'lga boshlovchi iloh sifatida tasavvur etiladi. Zardushtiylikda Ahuromazda timsolida butun insoniyatning ezgu fikrlari, ezgu qarashlari, ezgu o'ylari, ezgu harakatlari barchasi mujassam topadi. Yani Zardushtiyning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, Zardushtiylikda dualizm degan tushuncha bor. Dualizm degani ya'ni ikki qarama-qarshi qutb o'rtasidagi kurash haqida gap boradi. Biri yovuzlik kuchlari, yani Ahriman boshligida, biri ezgulik ramzi Ahuromazda rahbarligida. Ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash uzoq davom etadi. Ba'zi bir tadqiqotchilar bu kurash 12.000 yillik siklga ega deyiladi. Yani 12.000 yil davomida ezgulik va yovuzlik o'rtasida kurash ketadi va oxir oqibatda ezgulik g'alaba qiladi. Buning uchun ezgulik g'alaba qilishi esa insonlar ezgulikni tanlashi joiz bo'ladi. Endi Zardushtiylik tomonining yana bir asosiy xususiyati bu adolatli jamiyat qurish, adolatli hayot tarzini yuzaga keltirish. Ya'ni insonlar o'zaro bir-biriga nisbatan, jamiyatga nisbatan, davlatga nisbatan adolat tamoyillariga rioya qilishlari kerak. Bunda tarbiya muhim o'rin tutadi. Endi mana bu tasvirlarda Zardushtiylik bilan bog'liq bo'lgan o'sha siymolar, tasvirlar, Ahmoniylar Eroni davrida Eron hududidan topilgan Suzadagi, Persepoldagi Zardushtning tasviri tushirilgan belgilar, Anahitaning tasviri tushirilgan haykalchalar kabi timsollar bu yerda o'z aksini topgan. Mana bu yerda esa Zardushtiylik ibodatxonalar haqida gap ketadi. Albatta Zardushtiylar unaqa mahobatli ibodatxonalar qurmagan bo'lsalarda, lekin o'zlariga xos ibodat qiladigan joylar mavjud bo'lgan va bu ibodatxonalarda mangu olov yonib turgan. Mangu olov esa hech qachon o'chmagan, o'chishga unga yo'l qo'yilmagan. Sababi bularni mangu olovni doimiy saqlanishiga xizmat qiladigan atarpanlar mavjud bo'lgan va atarpanlar mangu olovlarni doim yonib turishiga harakat qilgan. Ular o'z joylaridan ketmagani uchun xayriy ehsonlar hisobiga kun ko'rishgan. Zardushtiylikda dafn marosimlari keladigan bo'lsak, Zardushiylar siz bilan bizga ma'lumki, biz islom an'anasiga ko'ra yerga dafn qilinmagan, sababi to'y muqaddas unsurdan biri tuproq bo'lgani uchun yerga dafn qilinmagan. Ya'ni marhumlar maxsus dafnalarga olib chiqilib, o'sha dafnalarda turli yirtqich hayvonlar, qushlar tomonidan ularning etlari tozalangan, suyaklari esa asudonlarda saqlangan. Bu asudonlar ilmiy tilda asuvariya deb ataladi.
Asvariylar esa O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston hududining turli joylaridan topilgan, xususan Xorazmdan, Samarqanddan va Toshkent vohasidan osvodonlar topilgan. Va osvodonlarning o'ziga xos shakli bo'lgan. Bular turli shakllarda, dumaloq, ellips shaklda yoki to'rtburchak shaklda bular tasvir etilgan. Zardo'shchilik va Avesto jamiyatining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayot haqida gap ketadigan bo'lsam, Zardo'shchilik jamiyatida avvalambor birinchi o'rinda oila, ya'ni uy, xonadon turgan. Bu oila va uy, xonadon jamoasi nimani deb atalgan? Undan keyin bu xonadon jamoasi urug' jamoasiga birlashgan. Urug' jamoasi esa vis deb nomlangan. Urug' jamoalar o'zaro birlashib qabilalarni tashkil qilgan. Qabilalar esa zantu deb nomlangan. Endi mazkur qabilalar muayyan hududda yashaganligi uchun o'zaro ittifoq tuzib, daxyu deb atalgan. Bu ittifoq, daxyular davlatchilikning asosi hisoblanadi. Zardo'shchilikda asosiy e'tibor bu yerda oila boshlig'ining ota ekanligi, ya'ni patriarxal jamiyat ekanligi o'z aksini topadi. Patriarxal jamiyati demak ota oilani boshqaradi. Endi diniy falsafiy qarashlarga keladigan bo'lsak, zardo'shchilikda Ahura-Mazda va Ahriman o'rtasidagi kurash insonlarning tabiat va jamiyat o'rtasidagi kurashiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni insonlar agar tabiatga yaxshi munosabatda bo'lsa, jamiyatda o'zini tuta bilsa, demak Ahura-Mazda doimo g'alaba qiladi. Agar jamiyatda o'zini tuta bilmasa, ya'ni yomon ishlar qilsa, jinoyatlar qilsa, bu esa Ahrimanga ish bo'lgan bo'ladi. Aynan jinoyatlar esa Zardo'shchida qattiq jazolangan va bu avvalambor darralar kaltaklash bilan amalga oshirilgan yoki odamlar sazoyi qilingan, bir hududdan haydab yuborilgan. Oxirgi jazo turi esa bu o'lim jazosi hisoblangan va bu zardo'shchilikda o'ziga xos qoidalar asosida amalga oshirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sanırım.